qolmasiga ko'plab badiiy adabiyotlar, ijtimoiy siyosiy adabiyotlar O'zbekiston kitobi. Bu kitob taqdimoti o'qituvchilar o'rtasida ko'plab kitob taqdimotlari o'tkazildi, sinflarda, o'qituvchilar o'rtasida, lekin ayrim sabablarga ko'ra shu kitob taqdimotlarida qatnasha olmagan o'qituvchi va o'quvchilar uchun yana bir marta tanishtirib o'tmoqchiman. O'zbekiston Respublikamizning taraqqiyoti, rivojlanishlari hamma sohadagi o'zgarishlar Yangi O'zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi deb nomlangan kitobimiz Xalq ta'limi vazirligi tomonidan chiqarilgan. Bu kitobimizga respublikamizdagi eng namunali maktablar kiritilgan. Oliy toifali o'qituvchilar, xalq ta'limi a'lochilari, Xalq ta'limi vazirligining mutaxassislarining fikrlari berilgan bu kitoblarda. O'zbekiston demokratik o'zgarishlar, keng imkoniyatlar, amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda deb nomlangan ushbu kitobimizda Yangi O'zbekiston gazetasining bosh muharriri Salim Daniyorovning 11 ta savoli kiritilgan. 11 ta savolga muhtaram prezidentimizga shu savollar bilan murojaat qilganlar va prezidentimizning javoblari bu kitobga kiritilgan. Muharririmizning bitta savoliga to'xtalib o'tmoqchiman, e'tiborimizni qaratmoqchiman. Shunday savol berdilar. Ma'lumki, keyingi 5 yil davomida mamlakatimizda keng miqyosda demokratik o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Yangi O'zbekiston degan tushuncha real voqelikka aylanmoqda. Siz davlat boshlig'i va shu ijtimoiy siyosiy jarayonlarning tashabbuskori va ularning markazida turgan islohotchi rahbar sifatida bu yangilanishlarning mazmun mohiyatini birinchi navbatda nimalarda ko'rasiz? Ya'ni Yangi O'zbekiston so'zining mazmun mohiyati nimada degan qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, bu savolga javobini prezidentimiz shunday bergan. O'tgan asr boshlarida ota-bobolarimiz yangilanish va erkinlik, o'zligini anglash g'oyalari uchun kurashganlar. O'z orzu maqsadlarini amalga oshirish uchun, farzandlarni chet ellarda o'qitish uchun, ularga zamonaviy maktablar qurish uchun, uyquda yotgan Turkiston xalqini uyg'otish uchun ko'p ishlar qilganlar ota-bobolarimiz. Shu ma'noda Yangi O'zbekiston g'oyasi zaminida ana shunday ulug' ajdodlarimizning armoni yotadi. Insoniyat tarixida uyg'onish davri Renessans deb ataladi. Bu Renessans degani uyg'onish, ya'ni qayta tiklanish, yuksalish degan ma'noni bildiradi. Hozirgi vaqtda mamlakatimizda yana bir muhim uyg'onish davri kechmoqda. Demak, hozirgi davrda biz 3-Renessans davrida yashamoqdamiz. Yangi O'zbekiston qanday